Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Nurmat. Bugun qalqon osmon ba'zi roli eshib ketish to'g'risida ba'zi bilimlarni ham bahramlaymiz. Qalqon osmon ba'zi roli eshib ketish o'rta yosh ayollarda ko'proq ko'rildi. Qalqon osmon ba'zi roli eshib ketish inglizcha hyperthyroidism deydi, turkcha hipertiroid deydi va ya tiroid bezi fazla çalışması deydi. Hanzucha ja kan ya bo'lmasa ja zhuangxian gongning kangjin deb ataydi. Bu kasallik sababi nima? Qalqon osmon ba'zi rol eshib ketish deymiz. Turli sabablar tufaylidan qalqon osmon ba'zi hormonlari, ya'ni T3, T4larning haddidan ziyoda ishlab chiqarishni ko'zda tutadi. Bunday bo'lishning sabablari tövandiklarni o'z ichiga oldi. Birinchi, Graves kasali. Bu kasallik qalqon osmon ba'zi roli eshib ketish sabablarining ichida eng ko'p uchraydigan bir kasallik bo'lib, bu odam badanining o'z autoimmunitet sababidan kelib chiqadi. Ikkinchi, qalqon osmon ba'zi yalloqlari. Bu yalloq virus, mikrob yoki badanning o'z autoimmuniteti sababli bo'lishi mumkin. Buning ichida o'z badan autoimmuniteti sababli kelib chiqqan Hashimoto kasalligining boshlanish davrida qalqon osmon ba'zi ziyoda ishlaydigan bo'lib qoladi. Hashimoto kasali ayollarda bek ko'p uchraydi. Uni keyingi videolarda yana so'zlab o'tamiz. Üçüncü, hamilelik veya tug'ut. Ba'zi ayollarning hamilelik davrida va yoki tug'utdan keyingi necha oy ichida qalqon osmon ba'zi benormal ishlaydigan bo'lib qoldi. To'rtinchi, turmush ritmi va odati. Buning ichida 3 vaqt tomoq ritmi va tomoq miqdori benormal bo'lish, ziyoda horg'inlik, ruhiy besim sabablarini o'z ichiga oldi. 5. Ba'zi dorilar. Bo'libmi ichida yut miqdori yuqori bo'lgan dorilar qalqon osmon ba'zining rolini benormallashtirib o'tadi. 6. Miya do'ngchisi o'smasi sababli TSH, ya'ni qalqon osmon ba'zi g'idiqlovchi hormonning yuqorilashi va bu sababli qalqon osmon ba'zi ziyoda ko'p T3, T4 hormonlarini ishlab chiqaradi. 7. Qalqon osmon ba'zi o'zidan emas, balki badanning boshqa yerdagi o'sma sababli qondagi qalqon osmon ba'zi hormonlarning eshib ketishi ahvolini ko'z tutadi. Bularning ichida eng ko'p uchraydigan tuxumdan va ya urug'dan o'smasi. Bu kasallikning alomatlari nima? Yuqorida deb o'tgan omillar sababidan badanda qalqon osmon ba'zi hormonlari eshib ketsa, tuvandagidek alomatlar ko'rildi. Yurak ritmsizlik, ziyoda ittik so'qish, yuz oson qizirish, sovuqdan qo'rqadigan bo'lib qolish, oson to'ymaydigan bo'lib qolish, badan og'irligi tuvanlash, samramaslik, cho'ng tarat qitim soni ko'payish, ichi oson surdan bo'lib qolish, uyqusizlik, oson hayajonlanish va ya jiddiylashish, kasallik og'irlashganda va ya uyg'un bo'lmagan davolash ahvollari bo'lganda kasallik mudda uzrab ketib qoladi. Bu sababdan ba'zilarning bo'yin qismida po'qoq shakllanish va ya ko'z pultiyib chiqish, ko'z qapoq doim ishish, ko'rish quvvati ojizlash, yurak zaiflashish, tuz ya'ni natriy biriki sababli ishish qatorliq alomatlar ko'rildi. Bu kasallikni qanday davolaydi? Munosabatlik bo'limning doktorlari bemordagi qalqon osmon ba'zi rol eshib ketishning sababini jazmlashtirgandan keyin tuvandagi 3 xil usul davolashga tirishadi. Birinchi, qondagi yuqori qalqon osmon ba'zi hormon saviyasiga qarshi dori ishlatadi. Ikkinchi, yut 131 tarkiblik dori orqali davolaydi. Bu dori ziyoda ishlaydigan qalqon osmon ba'zi qismlarining shakli va rolini buzib Bu orqali ziyoda ishlab chiqarilgan hormonning saviyasini tuvaltadi. Üçüncü, operatsiya qilish usuli. Bu usulni qalqon osmon ba'zi ziyoda ishlab yo'g'nab ketish ahvollarida qo'llanadi. Ko'z yo'nab ketganda, pultib chiqqanda operatsiya orqali ko'zni o'rniga keltirishga tirishadi. Miya do'ngchisi va ya boshqa yerda o'sma sababli bo'lsa, agar dori bilan kontrol qila olmasa, uni operatsiya qilish kerak. Bu kasallikni qanday oldini olamiz? Qalqon osmon ba'zi rol eshib ketishning oldini olish uchun eng avval oldida deb o'tgan kasallik sabablarining oldini olishga tirish lozim. Ya'ni tomoq ritmli bo'lish, normallik bo'lish, ruhiy kayfiyatni tangishish, ziyoda ochiqlanishni oldini olish, turmush ritmli bo'lish, yut tarkibi bo'lgan dorilarni ishlatganda diqqat qilish kerak. Eng muhimi 6 oyda va ya yilda biror qatim muntazam doktorning tavsiyasi bilan qon va ya ultra ovozli asablar bilan qalqon osmon ba'zini tekshirib odatlanish lozim. Men Nur doktor, bugungi leksiyamiz mush yer oyoqlashidi. Ko'pchilikka ko'p rahmat. Agar tushunmagan yoki so'raydigan nuqtalar bo'lsa, har zaman mush film aslo so'z qoldirsangiz bo'ldi. Qalqon osmon ba'zi rol eshib ketishning ba'zi cho'nqurroq masalalarini biz keyingi savol-javob filmida texmo tafsili to'xtalib o'tamiz. Ko'rishga salomat bo'linglar, xayr xo'sh.